Assalomu alaykum aka. Nima mashina olib keldingiz? Nima mashina olib ketyapsiz? XC1 olib keldim. 2008-yil 2019 Damas oldim. Eski chidagan deydi, Nexia 1 olib kelib, yangi Damas olib chiqib ketyapsiz. Aka, qanaqa bo'ldi proses? Nima yordamlar qilib berdilar? Yordamlar nomimga o'tkazib beryapti, dokumentlarni polni qilib beryapti, nomer taqib beryapti. Polni, a? Joningiz sog' bo'lsin, yaxshiligi buyursin. Aka, obunachilarga nima deb qolasiz? Obunachilarga kelinglar deyman. Yaxshi sharoitlar bor. Sharoitlar bor. Hozir tushunishim bo'yicha оборотga pul beradiganingizga eskiroqni yetib kelmayapti. Endi bu ham yangi bo'lsin deyaptilar. Nima uchun o'shaning uchun? Biz boshasi ham kam berganda yengam ko'p. Bo'ldi 60 mingdan. Go'sht ortilmaganmiz qilib? Yo'q. Assalomu alaykum aka. Nima mashina olib keldingiz? Nima mashina olib ketyapsiz? 2023 Cobalt yo'lladim. Aha. 2024 Cobalt ketyapman. 2023 Cobalt olib kelib, 2024 Cobalt olib ketyapsiz. Ya'ni izzatchini olib ketyapsiz, qo'lingizga qo'ygan qaytibini olib ketyapsiz.